Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Men ismim Dehqonov Nodirjon, Prism jamoasining asoschisiman. Bugundan boshlab kriptovalyutalar bozorini mana shu tarzda sizlar bilan, ya'ni tahlilini bo'lishib boraman. Asosan ko'p kishi meni Telegram kanalida taniydi. Prism Crypto Spot bu mening Telegram kanalim. Shu Telegram kanalda jonli ravishda oldin analiz qilib nima qilardim. Bugundan boshlab men YouTube ga mana shu tarzda videolarni joylab, bozorga bo'lgan fikrimni, qarashlarimni bo'lishib boraman. Xo'p, bu narsa faqatgina prosta, ya'ni bozorda analizi, tahlili, siz bu yoqdan o'zingiz uchun qanaqadir foyda yoki ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Kimdirlar agar texnik analizni o'rganadigan bo'lsa, ular uchun praktika sifatida ham qabul qilsalaring ham bo'ladi. Bu yoqdagi beriladigan analizlar, fikrlar hech kimga moliyaviy maslahat emas, faqatgina o'zimni shaxsiy analizlarim, shaxsiy fikrlarim bo'ladi. Qani bo'lmasa boshlaymiz. Kripto bozorini analiz qilishda, ya'ni siz kriptovalyutalar bilan shug'ullanyapsiz, siz har doim, ya'ni Bitcoin holatidan xabardor bo'lishingiz kerak. O'shaning uchun ham har safar analizni boshlayotganda biz birinchi bo'lib Bitcoin analizidan boshlaymiz. Bizda grafikda Bitcoinda grafiki turibdi, Bitcoin USDT ning grafiki turibdi. Hozirda oylik time frame'da ko'rib turganlaringdek analiz qilishni har doim maslahat beraman. Oylik time frame'dan boshlashdi, ya'ni har doim kichkina time frame'dagi grafik harakatlar, ya'ni oylik time frame'dagi holatga qarab turib oylik time frame yo'nalishida yoki undan o'zidan katta bo'lgan katta time frame'ga ergashadi. Shuning uchun ham siz har doim katta time frame'dagi bozor holatini bilishingiz shart. Xo'p, oylik time frame'da mana shu biz uchun mana bu minimum high low nuqtasi bo'ladi. Mana shu minimum high low, mana bu high, mana bu high low nuqtasi bo'ladi. Bizda Bitcoinda uptrendda, ya'ni ketyapti Bitcoinimiz, ya'ni o'suvchi trendda ketyapti. Mana shu oxirgi, ya'ni high low bilan high nuqtasini biz oladigan bo'lsak, ya'ni premium discountga bo'ladigan bo'lsak, bizda bozor oylik time frame'da, ya'ni premium zonada turibdi. Bu joyda biz asosan bozorda, ya'ni short pozitsiya qidirishga, ya'ni bozorda tushishini kutishimiz mumkin bo'ladi, чтобы discount zonaga, ya'ni discount zonaga qachon bozor kelganda biz har doim yoqda long pozitsiya qilishga harakat qilamiz. Katta time frame'da ko'rinib turganda bizda bozorda o'sha korreksiya boshlangan. Bu narsani kichkina time frame'dan ko'rsak bo'ladi. Mana shu oylik candle'larda shamidan ham agar biz aniqlaydigan bo'lsak, bizda iyul oyini shami bizda Bitcoinda all time high qilib bergandi va undan keyin avgust oyi uni sweep qildi, ya'ni uni test qilib yana qaytdi, ya'ni tana bilan buzmadi. Sentyabr oyi esa umuman ya'ni yaqinlashgani yo'q yoniga va oktyabr oyi bir marta, ya'ni pump bo'lgandan keyin уже ko'p kishi endi Bitcoinda bu narsani top deb qabul qilishdi va o'shandan keyin keskin bozor tushdi va yaqinda bo'lgan, ya'ni 11-10 oktyabr kuni bo'lgan dump ham mana shu oktyabrning ichida bo'ldi. Mana shu oylik time frame, mana shu candlening ichida bo'ldi. Juda ko'p altcoinlar tushdi, juda ham qattiq tushish bo'ldi. Mana shu candlening ichida bo'lyapti. Lekin katta time frame'da, ya'ni Bitcoinga e'tibor beradigan bo'lsak, hali ham biz premium zonadamiz. Ya'ni Bitcoinda bu masalan dahshati, vahimasi qanchalik kuchli bo'lmasin, baribir ham Bitcoin bizda premium zonada haligacha qolib turibdi. Demak, bu yoqda biz nima deb qabul qilamiz? Bu yoqda biz korreksiya boshlandi deb qabul qilamiz. Ya'ni oylik time frame'da biz ko'proq, ya'ni Bitcoinning tushishiga kutamiz. Taxminan $100,000 pastga tushgandagina, ya'ni biz Bitcoinga bullish bo'lsak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni haftalik time frame'ga o'tamiz. Haftalik time frame, ya'ni kichik time frame'lar bizga ko'proq katta time frame'da bo'ladigan voqealarda, ya'ni davomi yoki tugaganini ko'proq bizga aytadi. Haftalik time frame'da mana bu joyda bizda imbalans zona qolgan. Aytib o'tib ketaman, ya'ni meni analiz qilishim, ya'ni smart money conception bo'yicha order block, FVG, liquidность mana shu narsalardan kelib chiqqan holatda analiz qilaman. Bizda hozir haftalik time frame'da bizda pastda bitta minimum qolgan, mana shu minimum qolgan. Katta ehtimol bozor shu minimumni olishga harakat qilyapti va bu minimumni tagida kuchli support zona, ya'ni weekly time frame'da imbalansi bor.
katta ehtimol mana shu imbalansdan bozor reaksiya olib yana dальше ya'ni all time highga harakatlanadi degan biz qarash qilamiz. Как раз o'sha oylik time frame'da biz ko'rsatgan ya'ni premium discountga o'sha biz belgilagan hudud to'g'ri keladi. Demak, men bu yoqqa FVG deb yozib qo'yaman. bir haftalik time frame'da FVG deb yozib qo'yaman. Mana shu FVG biz uchun eng kuchli, ya'ni support zona, Bitcoinga agressivniy long paysa qidirishimiz mumkin bo'lgan zona. Mana shu minimumni olgandan keyin mana shu imbalansda ichi biz uchun kuchli support zona hisoblanadi. Bu bitta ssenariy. Ikkinchi ssenariyimiz bizda yanada kichikroq time frame'ga e'tibor beradigan bo'lsak, weekly time frame'da ham xuddi shunaqa, ya'ni premium discountga bo'ladigan bo'lsak, weekly time frame'dagi struktura bo'yicha bizda bozor premium discount zonada, ya'ni Bitcoin mana shu joydan qaytib ketish ehtimoli bor, yo'q emas. Chunki bizda bitta konkretniy явный order block haftalik time frame'da shakllangan. Mana shu joyga men OBV yozib qo'yaman. Biz bu yoqda bozorga mana shu holatda bulush bo'lib tursak bo'ladi. Va order block mana ko'rib turganlaringizda bir martasiga ishlagan. O'sha qattiq tushishdan keyin mana shu order blockni test qilgandan keyin bozor keskin tushdi va mana shu weekni o'zi ham bozorda week, ya'ni ham order block bo'lib hisoblanardi. Bizda weekni ishlashimizda bilamiz, ya'ni 3 xil holatda weekni просто так test qilishi yoki 0.5 yoki polniy to'ldirishi. Ya'ni bizda yana yaqindagi ssenariy bu mana shu joydan, ya'ni weekni to'liq 100% yopgandan keyin Bitcoin yana bizda tepaga harakatlanadi deb olsak ham bo'ladi. Xo'p, lekin yomon tomonini oladigan bo'lsak, bizda Bitcoinda tepada ham order blockga o'xshagan mana shu candle shakllangan. Bu birj order block, ya'ni bozorda qattiq tushirishi mumkin bo'lgan birj weekly time frame'dagi order block. Biz buni ham inobatga olishimiz kerak. Buni kuchini biz ko'proq kichikroq time frame'da ko'rsak bo'ladi. Xo'p, agar bozor bizda aytgan OBV weekly time frame'dagi order blockdan test olib, mana shu haftalik time frame'dagi weekni minimumni manipulyatsiya qilib pastga o'tib tepaga harakatlanishni boshlasa, bizda o'sha tepadagi order block qachon, ya'ni bizda ishlamadi, ya'ni sindi deb qabul qilsak bo'ladi. Mana shu hayni olgandan keyin, ya'ni Bitcoin 116.000 zonadan tepaga impuls bilan chiqib olgandan keyin biz ana shunda Bitcoinga, ya'ni xavfsiz hudud deb qarasak bo'ladi. Lekin ungacha o'zimning lichniy qarashim Bitcoinda ko'proq $90,000 ham tushishini kutaman. Chunki bozordagi kichkina time frame'dagi struktura, shamlarda harakati juda ham keskin. O'shaning uchun ham ko'proq, ya'ni Bitcoinda mana shu yaqin oy, ya'ni noyabrgacha ham 90,000 zonani test qilishini kutaman. Xo'p, kichik time frame'da, kunlik time frame'da ko'ryapmiz, ya'ni bozor mana shuni oldingi chizmani bitta qaytaraylik-da. Ko'ryapmiz, ya'ni bir martasiga mana bu, ya'ni imbalans bilan tushib ketgandan keyin bu imbalansda bir kunlik time frame'da test qildi va bozor yana oqishda davom etdi mana shu joy bir kunlik time frame'da. Bu imbalans ishladi desak ham bo'ladi. Imbalans ishladi. Bizga, ya'ni hozir mana bu weekly time frame bo'yicha hozirgi Bitcoinning hozirgi holatida ko'proq, ya'ni bullish pozitsiya qidirishimiz ko'proq bo'ladi. Biz ya'ni tabiiyki 4 soatlik time frame'da ko'rishimiz kerak. Ya'ni 4 soatlik time frame'da qanaqadir impulsni yoki struktura shakllanganini ko'rsak, o'sha yerdan уже biz paysa qidirish yoki longga paysa qidirishimiz mumkin bo'ladi. Пока что hech qanaqangi narsa yo'q. Biz faqat bozorda, ya'ni berish bo'lib turamiz faqat qisqa muddatda. Lekin uzoq muddatlikda umuman olgan holatda Bitcoin to'liq bullish holatda, hech qanaqangi, ya'ni berish emas, faqat kichik time frame'da, ya'ni bu korreksiyani hisobiga biz qisqa vaqtga, ya'ni bir hafta, 2 haftaga biz berish yoki akkumulyatsiya holatida bo'lib, keyingi, ya'ni impuls bilan, ya'ni tepaga harakatlanishni kutishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Bitcoinda holat umuman olganda yomon emas. Yaqinda yaxshi Bitcoin tushganini hisobiga altcoinlar juda ham keskin ta'sirlandi bu narsadan. Tez o'zini vastaniyat qo'rdi ko'p altcoinlar, tez o'zini tiklab oldi.
Bu nimadan dalolat? Ya'ni Bitcoin qancha ya'ni tushsa ham altcoin'lar hali o'zini ushashda davom etyapti. Sababi altcoin'larga bo'lgan qiziqish hali ham bor-da. Holat unchalik zo'r emas. Altcoin'lar bozori ya'ni biz kutgandek zo'r bo'lib yurib bergani yo'q, lekin shunday bo'lsa ham shunaqa holatda altlar o'zini ushashda davom etyapti. O'ylaymizki, biz kutgan kunlar hali oldinda. Altlarda yaxshigina o'sishi bor. Bu o'zimni bitta prosta qarashim. Altlar yaqin misol 1 oy, 1,5 oy ichida unaqangi agressivni o'sish qilmasa kerak. Qachonki ya'ni Bitcoin 90 ming zonaga kelib, kuchli ya'ni o'ziga kuchli support zona yasagandan keyin ana shundan keyin Bitcoinda har bitta kichkina o'sishiga altcoin'lar ya'ni Bitcoinga nisbatan 2-3 barobar tez harakat qilib, tez o'sishini bir taxmin qilsa bo'ladi. Пока что Bitcoin hali korreksiya holatida ekan, berish holatida ekan, altlardan katta o'sish kutayotganim yo'q. Xo'p, endi Ethereum ga keladigan bo'lsak, undan keyingi aktiv ya'ni Ethereum biz baribir ham Ethereum holatini bilishimiz kerak. Ethereum juda muhim rol o'ynaydi altlarda o'sishida, bozorda haqiqiy ya'ni altcoin'larda bozorda holatini aytib beradigan bu показатель. Ethereum e'tibor bergan bo'lsalaring, Bitcoinga nisbatan juda yaxshi o'zini ushab turibdi. Unaqangi juda kuchli ya'ni narsa qilgani yo'q. Sababiki yetarlicha tushib va yetarlicha ya'ni ob'yom oldi Ethereum o'ziga. Bitcoin qancha tushsa ham Ethereum ham xuddi shu ya'ni Bitcoinga nisbatan o'zini tez tiklab o'zini ushayapti. Sababiki Ethereumda men o'zim ya'ni all time high'ni kutaman. Yangi all time high'larda kamida 7,000-8,000 dollar atrofini kutaman Ethereumda, ya'ni bu yaxshigina bozor bo'lganda. Hozirdagi holat ya'ni Bitcoinga nisbatan Ethereum ko'proq yaxshiroq ushab turibdi va yaxshiroq harakatlanyapti. Endi grafikiga o'tadigan bo'lsak, Ethereumda oylik time frame'da bizda mana shu joyda FVG qolgan. Bu narsani biz baribir belgilab o'tib ketishimiz kerak. Agar Bitcoin chuqurroq korreksiyaga kiradigan bo'lsa, Ethereum ertami kechmi mana shu FVG ning testiga kelish kerak bo'ladi. Ethereumda bilasizlar, ya'ni FVG lar juda ham zo'r ya'ni ishlab beradi. Ya'ni не только Ethereumda, boshqa nimada ham ishlab beradi. Mana shu FVG zona Ethereum uchun yaxshigina support zona bo'lib berish kerak bo'ladi. Agar lekin Bitcoin shetdan o'zi harakatni boshlasa, bu FVG ga kelib o'tiradi deb o'ylamayman пока что Ethereumda. Ethereum mana bu yoqdagi blok zakazdan yaxshi reaksiya olib, mana shu blok zakaz Ethereum uchun yaxshigina support bo'lib turibdi, yaxshigina support bo'lib turibdi. Tak 20% o'sgan ekan. Yaxshigina support bo'lib turibdi. Bizda Bitcoinda o'sha o'tgan haftadagi weekda 0.5 dan Bitcoin ancha pastga tushib ketgandi, lekin Ethereumda esa 0.5 ni yaxshigina test qilib 0.5 dan yaxshigina reaksiyada ushab turibdi, ya'ni Ethereum. Katta ehtimol Bitcoin yurib ketgandan keyin Ethereum ham ya'ni sekin orqasidan ergashish kerak bo'ladi. Xo'p, Ethereumga ya'ni yomonroq agressivni qarash qiladigan bo'lsak, ya'ni nima deydi, yomonroq deymizmi buni, umuman grafik bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana shu joy haqiqiy ya'ni Ethereum uchun kuchli ya'ni support zona bo'lib beradi. Mana shu oylik time frame'da FVG'si. Yaqin qisqa muddatdagi qarashimiz mana shu weekda 0.5, ya'ni mana shu weekda 0.5 dan tortib ketadigan bo'lsa, tepaga уже chiqib oladigan bo'lsa, katta ehtimol Ethereum all time high'ga qarab turib intiladi. Xo'p, mana e'tibor bergan bo'lsalaring ham, ya'ni Bitcoin ko'proq Ethereumga nisbatan tushdi. Ethereum esa Bitcoin ko'p tushgan bo'lsa ham Ethereum o'zini ushlab turibdi. Mana bu yoqda уже mana bu lower high, higher high, mana bu yoqda esa bitta lower high, bu yoqda esa bitta high, bitta low qildi. Bitta high, bitta low qildi. Mana shu yoqdan lowdan hozir Ethereum harakatni boshlab, mana shu joydan boshlab bitta mana bu highda buzib beradigan bo'lsa va bizda bitta high shakllanadi. Bizda уже struktura higher low, higher high, higher low, higher high
struktura, ya'ni o'suvchi trendni elementlari shakllangan bo'ladi. Ya'ni Bitcoin, ya'ni Ethereum yana dalshi harakatda davom etadi. Xo'p. Ethereumda paka shunaqa holat. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, hay bular hammasi polka likvidnost deyiladi. Ya'ni bir martalik, ya'ni impuls bilan yaxshigina buziladigan joy, ya'ni impuls bilan buziladigan struktura deyiladi. Mana bu joyda ham e'tibor bergan bo'lsak, Ethereumda yaxshigina order block sham shakllangan. Mana shu order blockdan keyin уже ko'ryapmiz, Ethereum 3.4% o'sish qilib beryapti. Xo'p, Ethereumga kichkina time frame da ham, katta time frame da ham bullish holatdaman. Ertaga agar Bitcoin tushib ketadigan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Ethereum ham qanaqadir bu narsadan ta'sirlanib pastga tushishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi Bitcoin dominatsiyaga keladigan bo'lsak, dominatsiya bizda katta time frame da yaxshigina sinish qilib bergan, ko'rib turibmiz. Dominatsiya oqish holatida, lekin dominatsiya ming oqsa ham, lekin altcoinlarga bu narsa unchalik ta'sir qilmayapti. Ya'ni ko'proq top coinlar oqyapti, ko'tarilgan, lekin kichik coinlar hali ko'tarilgani yo'q. Lekin dominatsiya уже trend singan, yaxshigina reaksiya olgan. Mana bu joydan biz aytgan, ya'ni order block kuchli, ya'ni katta order block zonadan reaksiya oldi. O'tgacha yaqindagi dampda yaxshigina tepaga sakrab, mana FVG ni ham full qilib yopgandan keyin bozor yaxshigina keskin, ya'ni tushib ketdi. Ya'ni dominatsiya, ya'ni orqaga qaytib oldi. Ehtimol nima emas, ya'ni bundan keyingi candle'lar ham yana biz qizil rangda ko'radigan bo'lsak, altcoinlarga ya'ni bu yaxshi bir показатель, yaxshi bir holat desak ham bo'ladi. Ya'ni dominatsiya biz tomonda, glavnisi. Dominatsiya biz tomonda. Mana bu weekni 0.5 gacha to'ldirish ehtimoli bor. Endi bu narsani kichikroq time frame da ko'radigan bo'lsak, dominatsiyada mana shu joyda FVG zonamiz bor edi. Shu FVG dan reaksiya olyapti desak ham bo'ladi dominatsiya, va mana bu joyda polka likvidnost desak ham shu FVG dagi olgan reaksiyasini hisobiga mana shu joy dominatsiyada, ya'ni men tushishni kutaman dominatsiyada. Masalan, hozir ozgina o'sib, agar bu FVG dan tepaga yaxshilab yopilib oladigan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Mana bu weekni testiga kelishi ham ehtimoli bor. Hatto mana bu sell order block deydigan bo'lsak, bu order blockni test qilibdi вообще-то dominatsiya, ya'ni tepaga yurishi shart emas deb o'ylayman dominatsiyani. Dominatsiya yaxshigina oqib berishi kerak bizga. Tim bo'li hozir oktyabr, noyabr oyi, altcoinlarda har doim, ya'ni shu oyda kriptoga pul kiradigan, kripto yonadigan oy. O'shaning uchun ham yaqin 2 oy, 3 oy ichida bozorda yaxshi holatga o'tishini umid qilaman. Shunaqa holat. Xo'p, total 1, total 2 ni bir qator ko'rib chiqib ketamiz. Total 1imiz all time high qilyapti Bitcoinning hisobiga. Yaxshi holatda, ya'ni yaxshigina tushdi, lekin yaxshigina qaytib ham oldi. Total 1, total 1imiz, ya'ni diskountlarda bu yoqda test qilib turib yaxshi tepaga chiqib oldi. Katta ehtimol endi mana shu weekdan pastga tushib ketmasdan, ya'ni shu joydan ya'ni reaksiya olib tepaga ketadigan bo'lsa, o'sha bizda bozorda ancha, ya'ni bizda bozorimiz ancha yaxshi qaytib qoladi degan umid bor. Xo'p. Total 2 miz ham bizga hali yangi all time high qilib bergani yo'q, undaqangi zo'r qilib, ya'ni yopib bergani yo'q. Total 3 ham xuddi shunaqa holat, ya'ni total 3 da, ya'ni teng highlar 3 ta pashti teng high qolib ketgan. Ya'ni bu narsani yaxshigina buzib o'tib ketish kerak degan xulosadaman. Total 3 ga eng kamida, masalan, men o'zim eng kamida 2,5-3 trilliongacha potensialni kutaman. Ya'ni total 3 o'zini, ya'ni mana shu yangi ko'rsatkichlarda yangilashini men total 2 da ham, total 3 da ham, ya'ni bu narsani kutaman, ya'ni bu narsani ko'raman. Xo'p. Пока что hozirga, ya'ni qisqa muddatda bozor holati unchaqa zo'r emas, lekin ya'ni
oylik time frame'ga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, juda ham kuchli yurishlar bo'lgan. Ya'ni mana shu tarixdan bir ko'rgan bo'lsangiz ham bozor shuncha masalan tushib ketgani bilan bozor undan keyin qanaqangi ko'tarilgan. Mana bu yoqda ham xuddi shunaqa. Ya'ni u normal holat. Ya'ni bozor yaxshigina, ya'ni shu yaqindagi tushishda ko'p futuresdagi uzun pozitsiya ochgan treyderlarni, ya'ni to'liq, ya'ni bozordan chiqqandan keyin уже yengil bo'ldi desak ham bo'ladi. Ishona hisobiga bozor yana o'sishi kerak bo'ladi yani. Ya'ni nima uchun bu bozor yuradi o'zi aslida deydigan bo'lsak, o'sish uchun yuradi. Agar bironta aktiv bozorga chiqmaydigan bo'lsa, agar chiqadigan bo'lsa, u yurmasa undan foyda yo'q. Ya'ni siz ham, men ham, boshqalar ham bu narsadan foyda ko'rmaydi. O'shaning uchun ham bozorga aktiv chiqarkan ular yurish kerak bo'ladi. No, qaysidir kech, qaysidir vaqtli, lekin baribir ham ya'ni bozor o'sib berish kerak bo'ladi. Xo'p, Solanoga keladigan bo'lsak, Solanoda ko'p aytaman, ya'ni Solano yaxshi boshqa bo'lgani bilan, lekin grafigi menga u darajada chiroyli ko'rinayotgani yo'q. Solanoda Solano ya'ni ertami, kechmi, ya'ni chuqur korreksiyaga kirib ketsa men ajablanmayman, sababiki Solano chizadigan grafiklar unaqangi kuchli, ya'ni kuchli harakatlar emas. Naborot, mana shu hozir order blokdan 0.5 dan Solano oqishni boshladi. Bilmadim endi agar Bitcoin boshqa altcoinlar yana o'sib beradigan bo'lsa, qanaqadir all time high yana mana shu order blokning ustidan chiqib ketadigan bo'lsa, uchib ketarmiz balki, lekin shu order blokni paka ichidamiz ekan. Demak, Solanoda kuch kam degani. BNB ga qaraydigan bo'lsak, BNB boshqa altcoinlarga nisbatan yaxshigina o'sish qilib berdi. BNB Coin Market Cap'da bo'yicha ham 4-o'ringa chiqib oldi. XRP Solanodan o'tib ketdi. 100 dan tepaga chiqib olishiga juda ham ozgina qoldi desak ham bo'ladi. Даже 3-o'ringa ham bir chiqdi BNB. Yaxshigina ob'yom yig'di. Agar bu hozir agar shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, hali yana bizga altcoinlar sezoni keladigan bo'lsak, BNB yana yangi maksimumlarni yangilashi ehtimoli bor, masalan 2000 gacha. Kichkina time frame'da BNB da hech qanaqangi bir narsa ko'radiganim yo'q. Hech qanday konkret pozitsiya bo'ladigan yo'q. Bironta pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, men buni обязательно kanalga tashlayman. Boshqa altcoinlarni ko'radigan bo'lsak, Sui, mana Sui ham yaxshigina pastga tushgandan keyin yana o'zini qayta tiklab olib tepaga chiqib oldi. Weekly'da ko'pi, ya'ni oldingi haftadagi shamlarni soyasini to'ldirishga harakat qilyapti. Katta ehtimol mana shu to'ldirilgandan keyin bozor qanaqadir supportdan reaksiya olib turib, faqatgina ya'ni all time high'ga intilishi mumkin bo'lishi mumkin, ya'ni intilishi mumkin bo'lishi mumkin. Kunlik time frame'da uning uchun biz qarashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni muhim zonalar tepasiga chiqib olgandan keyin biz bozor dalchi yana ketyapti yoki tushishi mumkin degan taxmin qilamiz. Пока что Suida ham xuddi, ya'ni Bitcoin, Ethereumda qanaqa holat bo'lsa, ya'ni 95% bozordagi holat pashti bir xil altcoinlarda. Tushgan, damp bo'lgan, FVG'ni test qilyapti, pastga tushyapti. Tushgan, damp bo'lgan, FVG'ni test qilyapti. Ba'zilari masalan 0.5 ni, ba'zilari prosta FVG'ni test qilgan, ba'zilari to'liq full qilib yopgan. Ba'zilari lekin ustiga yopib chiqib ketgan. Juda kam sondagilari. Xo'p, Sui bu yoqda, ya'ni Suida bir konkret narsa yo'q. Sei ham ayni takji bir xil narsa. Keyin endi valyutniy paraga o'tamiz. Valyutniy parada, ya'ni dollar indeksida qanaqa holat? Dollar indeksida bizda qanaqa holatda bo'lyapti? Oxirgi, ya'ni akkumulyatsiyadan keyin deviatsiya holatiga o'tdi. Deviatsiya holatini ko'rsatib berdi. Undan keyin agressiv, ya'ni pastga tushib ketdi dollar indeksi. Hozir mana bu tepada yasagan akkumulyatsiyasini pastiga tushib oldi, ya'ni strukturasi singan, impulslarni ko'ryapmiz. Bu holatda dollar indeksi yana qulashda davom etadi degan fikrdaman. Mo'sh yilda oxirigacha 93-92 gacha agar tushib beradigan bo'lsa, bu ajoyib, ya'ni holat bo'ladi. Dollar indeksi dollarda tushishi. Ya'ni trend berish, to'liq berish holatida dollar indeksi.
weekly time frame'da oladigan bo'lsak, ba'zi misol maksimumlarni stoplarni yig'ishtirish uchun maksimumlarga kelib berishi mumkin, lekin bizda dollar indeksi ya'ni down trend holatida. Bu yoqda hech qanaqangi ya'ni tepaga kuch ko'rayotganim yo'q dollar indeksida. Tilla haqida gaplashadigan bo'lsak, tillada bitta narsani ko'raylik-da. Tillarga qaraydigan bo'lsak, tilla bilyapsizlar, ya'ni o'tgan yildan boshlab, başta 2 yildan beri faqat tilla tepaga harakatlanyapti. Eng zo'r yurishi mana shu 2025-yil bo'ldi. Mana shu tilla Xo'p. Oylik time frame'da tillada ko'ryapmiz. Tillada chista, ya'ni bull market, ya'ni biz kutgan, ya'ni bull market tillada. Yilda boshida tillada adashmasam 18 trillion dollar pul bor edi. Hozir tillani kapitalizatsiyasi 30 trillionga chiqdi. Tasavvur qiling, ya'ni bir oyda, bir yilda 12 trillion dollar pul, ya'ni tillaga kiryapti. Ya'ni hozirgi holati tillani umumiy kapitalizatsiyasi 30 trillion. Tasavvur qiling, qanaqangi, ya'ni bu ob'yom qanaqa katta pul. 30 trillionda aytyapman, masalan, 10dan biri agar kriptoga kiradigan bo'lsak, tasavvur qiling, hozirgi altcoinlarimiz kamida 5, 10, 20x tepada bo'ladi. Ya'ni 10dan biri kiradigan bo'lsa, 10 dan oshiq bo'ladi. Lekin qachon kirishi aniq emas. Bu tilla haqida gaplashadigan bo'lsak, tilla uzoq akkumulyatsiyadan keyin yaxshigina pump bo'lyapti. Juda yaxshi pump bo'lyapti. Ya'ni polni, ya'ni tilla narxi ko'tarilyapti. Bu holatda men hech qanaqangi bir konkret analiz qila olmayman. Ya'ni bunaqangi, ya'ni не только mendan boshqasi ham bo'lsa, menimcha tillani 100% qilib analiz qilib bera olmaydi. Ya'ni bunaqa o'sishni hech kim taxmin qila olmaydi. Bo'lib ham shuncha kapitalizatsiyasi katta bo'lgan aktiv, shuncha pump bo'lgan aktiv, любое время, ya'ni keskin tushib ketib, tepada sizni qoldirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni hozir shu yerdan buy qilamiz deydigan bo'lsak yoki sell qilamiz deydigan bo'lsak, agressiv tepaga ketyapti. Hech qanaqangi akkumulyatsiyasiz, hech qanaqangi korreksiyalar faqat kichkina time frame'da bir necha kunlik bo'lyapti tushishlar sразу ya'ni o'zini tiklab olyapti tilla. O'shaning uchun ham to'g'risini aytsam, tillada ishlashni maslahat bermayman. Prosta tak, ya'ni nima deydi? Tavakkal qilib turib buy qilasiz, o'shanda mo'sh foyda qilishingiz mumkin bo'ladi, lekin konkret analiz qilib men tillaga ancha qaraganim yo'q. Sababiki agressiv tepaga ketyapti, ya'ni hatto haftalik, 2-3 haftalik qanaqadir akkumulyatsiya holatiga tushsa, mo'sh bir pozitsiya qidirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Tilla haqida umumiy fikrim o'syapti, hamma ob'yom to'planyapti tillada, lekin baribir ham bu pullar hech qachon, ya'ni butun umr o'sha yerda qolmaydi. Bu pullar chiqishi kerak bo'ladi. Kimdirlar, ya'ni tillasini pastda olib qo'ygan, ya'ni 2,5 ming, 3,000 dan kimdirlar olgan, balki 1,5 mingdandir, 2 mingdandir kimdirlar to'plagan necha yillik tillalarini. Tabiiyki, ya'ni ular 3-4x foyda qilgandan keyin tabiiyki bu tillalarni olib chiqib sotishga harakat qiladi. O'shaning uchun ham ertami kechmi tillada ham chuqur korreksiya boshlanish ehtimoli bor. Tillada. Пока что bozorda masalan umumiy fundamental holatda, ekonomik holatda shunaqa yomon holatda, urush holati bo'lib turar ekan, menimcha tilla o'zini hali yo'qotmaydi. Qachonki ya'ni hamma vaziyat, ya'ni sal yumshagandan keyin tabiiyki o'sha tilla sekin akkumulyatsiyaga tushib, biz o'ylagan, ya'ni riskli aktivlarimiz o'sishi mumkin bo'ladi. Bir nima deyish qiyin oldindan. Xo'p, men faqatgina grafikka qarab bironta tahlil aytishim mumkin. Пока что tillada hech qanaqangi meni tahlilim yo'q. Lekin fikrim shunaqa holatda. Xo'p, bugungi bozor analizimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Kimda qanaqadir fikr bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi altcoinlarni analiz qilishimni xohlaydigan bo'lsangiz, обязательно kommentariyaga yozib nima qilib qo'ysalaring, keyingi safar biz o'sha aktivlarni ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.